Ovqatdagi shahzodasini kutayotgan o'zbek shou-biznes vakillari. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Ovqatdagi shahzodasini kutayotgan o'zbek shou-biznes vakillari. Manzura Yo'ldosheva 47 yosh. Manzura va yosh aktyorning sevgi qissasi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalyapti. Bir necha oydan buyon Manzura o'zidan 20 yosh kichik aktyor Murod Yo'ldoshev bilan birga ko'rinish bergan videolarida to'y mavzusi ko'tarilgan. Manzuraning to'y harakatidamiz degan hazil aralash videolardan so'ng Murod Manzuraning qo'lini so'ragani aks etgan videolar ham tarqaldi. Videoda qo'lida gul bilan turgan Murod Yo'ldoshevni Manzura urishib bergan va "Nima qilganingiz bu? Onangiz tengi ayol bo'lsam" deya aktyorni hovuzga itarib yuborgan. Shundan so'ng aktyor undan uzr so'rash maqsadida Manzuraning uyi oldida romantik kecha uyushtirib, "Azizim" qo'shig'ini kuylab berib, sevgilisidan kechirishini so'radi. Hozirda ularning munosabatlari davom etmoqda, ammo bu shunchaki PR bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Iroda Nosirova 43 yosh. Teleboshlovchi va aktrisa Iroda Nosirova ham hali o'z baxtini uchratmagan aktrisalardan. U bolaligidan kech turmushga chiqish xayoli bilan yashaganini aytadi. Oydin Yusupova 41 yosh. Kinoda bir vaqtlar mashhurlikka erishib, keyin ijodi sokinlashgan aktrisa Oydin Yusupova ham turmushga chiqmagan aktrisalardan. Yulduz Rajabova 35 yosh. Yil so'ngida 36 bahorni qarshilaydigan aktrisa Yulduz Rajabovaning shaxsiy hayoti doimgidek sokin. Feruza Normatova 36 yosh. Mahoratli aktrisa Feruza Normatova bu yil 36 yoshni qarshilaydi. U ham hamon oila qurgani yo'q. Aktrisaning Shahzod Sultonov bilan yaqinligi haqida gap so'zlar tarqalgandi, ammo hozircha to'ydan darak yo'q. Barchin G'ofurova 35 yosh. Aktrisa va teleboshlovchi Barchin G'ofurova o'zidan yosh yigit Sohib Rahmatullayev turmush qurish taklifini bergan. Ular hozirda juftlik sifatida ijtimoiy tarmoqqa video joylab keladi. Barchin G'ofurova uni partnyorim deb ataydi. Aktrisa Luiza Rasulova bu yil 30 yoshni qarshilaydi. Aktrisa ham shu paytgacha oila qurmagan. Luiza so'nggi paytlarda film va seriallarda suratga kam tushyapti. U o'zining shaxsiy brendiga asos solgan bo'lib, ayollar go'zalligiga hissa qo'shuvchi biofaol qo'shimchalarni sotuvini yo'lga qo'ygan. Jasmin Madina Fayzullayeva 28 yosh. Asl ismi Madina bo'lgan xonanda Jasmin ham hali oila qurmagan. San'atkorlardan uning shaxsiy hayoti haqida deyarli hech qanday gap so'zlar yo'q. Bundan tashqari 39 yoshli komik aktrisa Anjelika Isimboyeva asosan salbiy qahramonlarni gavdalantiruvchi 33 yoshli aktrisa Jayrona Husanova va 29 yoshli instabloger Mahzunabonu, ya'ni Imona Ahmedova ham hali turmushga chiqmagan qizlardan. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.